Aylık $1,500'dan $3,000'dan aylık alıp tutdular. Svarka işi var, argon işi var, elektrosvarka, argon, polavtoma, yo'nalishlar bo'yicha ishlar bor. Bu yerda yana ko'rib turganingizdek, argon svarkani o'rganib turibdi shogirdlar. Jizzaxdan atomli elektrostansiya qurilyapti. Mendan aytdim. Ha. Necha vaqt ish bo'lishi mumkin menda? Hozirgi proyektning toza boshlanishidan qaraganda kamida 10 yillik ish bo'ladi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Jasurbek aka, shu Nozibedagi hamma Turkiyaga ketib borayotirmi? Assalomu alaykum. Farruxbek. Bu yerdagi hozir bolalar, tayyor kadrlar, hammasi texnologik turboprovodda ishlagan yigitlar. Geldilar yigitlar, yani chirtyoshlarimiz bo'yicha test savollarini berdik. Shu testlar bo'yicha hammasi javob berdi. Xudo xolasa yigitlarning dokumentlarini taxlashtirib Turkiya davlatine ko'ramiz. Xudo xolasa atom elektrostansiyasini Akkuya yetadilar. Zo'r. Bu yerda ne ish etadilar, ha? Bu yerda shu texnologik turboprovod bo'yicha montaj ishlari bor. Svarka işi var, argon işi var, elektrosvarka, argon, polavtoma, yo'nalishlar bo'yicha ishlar bor. Texnologiya bo'yicha texnologik turboprovod deb aytiladi. Shu zavodni turboprovodlarini ishidan bolalar, yigitlar bular. Hammasi tayyor kadrlar. Bu yerda hozir o'tirgan yigitlarning hammasi eldan shu sohada ishlagan, Rossiya davlatida, O'zbekistonda, Turkiyadan borib kelgan yigitlarimiz bor. Yana ketib bordilar xudo xolasa. Oylik necha so'mdan boshlanadi? Oylik qiziq. Oylik masalasi ko'p beriladigan savollardan birisi bu. Oylik $1,500'dan $3,000'dan oylik olib tutdilar. İşleyen işine qarab, urinine qarab. Urin deganda staj bo'ladi. 5 yillik, 6 yillik, 2 yillik staj bolalar, 2 yildan 5 yildan bo'lgan bolalar texnologik turboprovod bo'yicha $2,000'dan aylık aldılar. 2 yıldan 5 yıldan bulan argon suarişle $3,000'dan, $1,500'dan $3,000'dan aylık aldılar. Zor. Razret bu yerde. Hemen neresi razretten bağlı. 4. razret, 5. razret, 6. razret. 6. razret bağlı, dokumenti bağlı. Şu sahada işleyen bağlı, aylıkları bilen. Zor. Qarang. Endi hammam bu sohani bilmasligi mumkin-da. Bilmaydigan odamlarni o'rgatish iloji bormi? Hamma pul topasi keladi, hamma o'zlarini bahasi keladi. Farruxbek, bu sohani hech kim nima desam, o'zi o'rganib qoladigan narsa emas. Qo'limizdan kelgancha kelsalar, agar shu narsani o'rganamiz, argon svarkani o'rganamiz, elektrosvarka yo polavtoma o'rganamiz desalar, qo'limizdan kelgancha o'rgatamiz. İşe geçişlerine ham yordam beramiz. Undan tashqari tayyor kadrlar ham kelib murojaat etishi mumkin. Keladilar, svarchilar ekzamen qatnashga uradilar, svarka obrazец topshiradilar. Montajniklar shuning chirtojlarini oladilardan, chirtoj bo'yicha ko'rsatadilar, sim bikib ko'rsatadilardan yetish imkoniyati bo'ladi. Ketaveradi. Adashmasam sizlarda o'rgatadigan joylaringiz ham bor. O'rgatadigan joylarimiz ham bor. Argon svarkani hozir borib ko'ramiz, xudo xolasa birga. Xudo xolasa. Bu yerda hozir borib kellar axir. Hamma. Bu yerda yo'q, bu yerda hamma borib kelgan emas. O'simboy bor bu yerda. O'simboy Turkiya davlatida ishlayotgan. Siz borib kelasiz-a? Bo'ldi, zo'r. Xudo xolasa bu yerdagilar shunda hamma hozir ekzamen o'tganlar bular. Hammasi ekzamenni o'tganlar. Bu yerda 5, 6 razred, 4 razred montajniklar ham bor. Bo'ldi. Keyin yaqinda bir yo'nalishlarimizda Jizzaxdan ham ochilyotir dedingiz. Jizzax masalasi bo'yicha undan hozir ma'lumot bermayin, Novada sal proyekt endi boshlandi. Undan bir отдельный video xudo xolasa chiqaramiz. Siz bilan birga. Bo'ldi, xudo xolasa. Borib shu ish jarayonlarini ham videolarni qo'yamiz xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda Jizzaxchilar qiziq bo'ladi bo'lsa, videoda layklar bosib, kommentariyada fikrlaringiz qoldiringlar. Agarda videomiz prosmotri zo'r bo'ladi bo'lsa, inshaalloh Jizzaxga borib ko'rsatamiz xudo xolasa Jasurbek aka bilan. Jizzaxdan atomli elektrostansiya qurilyapti. Mendan aytdim-da. Necha vaqt ish bo'lishi mumkin menda? Hozirgi
proyektning toza boshlanishidan qaraganda kamida 10 yillik ish bo'ladi. 10 yillik ish bor axir. Xudo xolasa. Xudo xolasa barib shu yerda O'zbekistonda o'ynab bassanizlar bo'ladi inshaalloh. Bo'ldi, xudo xolasa. Asa, yuring aran tarafdan bir ko'rsatib bersak. Xudo xolasa. Jasurbek aka, bu yerda nima ishlatiladi? Bu yerda yana ko'rib turganingizdek argon suvarkani o'rganib turibdi shogirdlar. Xudo xolasa o'quvchilarimiz bular. Argon suvarkan. Ava, bu yan tarafdan mana bu yerda ham ishlab turibdilar. Yana bu yerda 25 turboda ishlab turibdi. Bu yerda 50 lik turboda ishlab, 57 lik turboda ishlab turadi. Bu yerda 25 turbo ishlab turadi. 25 turboda ishlab turadi. Ava. Yana balarga o'xshaydi. Bu yerda 50 lik turboda. Bu yerda suvarka, argon suvarkada. Zo'r. Ana bu narsani o'rgangan odam hisobidan boshlanadi oyligi. Aylıkı O'zbekistonning o'zidan hozir qo'limizdan chiqqan yigitlar, shu yerda o'qib ketgan yigitlar $1,500 oylik olib yurganlar ham bor, $1000 ishlab yurganlar ham bor. Dollar hisoblaydigan bo'lsak, so'm hisoblaydigan bo'lsak 10 milliondan 20 milliongacha oylik olib yurgan yigitlar bor. Endi bular o'qishdan bog'liq, ha? Stajına bog'liq. Hamma narsa staj. Bo'ldi. Endi bu yerdan chiqqandan 20 million oylik oladi desa ham doğru keladi o narsa emas. Bir yil staj bo'lgandan keyin, masalan, boshda 10 millioni, bir yildan keyin 15 millioni, 2 yil, 3 yillik staj bo'lgandan keyin 20 milliondan olsa bo'ladi. Qancha bu boshlanishini $500 boshlanami? Ishni o'rganib chiqsa. Ishni o'rganib chiqqanlar ham $500 dan boshlanadi. $500 boshlansa ham vaqti zo'r gap. Vaqti hozirgi vaqt. 6 million, 7 million Navoiyda yana elektrostansiya qurilib turibdi. Gaz turbinalı. Navoiy 3 proyektinde şu yerdan o'qib ketgan yigitlarimiz ham ishlab turibdi şu anda. Oddiy prixvatkada ishlayib yurgan bolalar ham eng kami 7 million, 8 million oylik oladi. Prixvatka. Prixvatkada ya'ni ikki materialni bir-birini birlashtirib bergan vaqtindagi prixvatka jarayonini aytiladi. Zo'r. Aranda ichondan ham boradi, ha? Yana bir Bu yanda Polaqtamada tayyorlanadigan yerimiz bor. Yon tarafdan ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda bir o'rganadigan joyimiz, xonamiz. Bu yerda Polaqtamada elektrosvarka yo'nalishi bo'yicha bo'lgan vaqtida shu yerda hozir berimizda hozir o'quvchilarimiz bugun obeddan keyin keladi. Hozir obedga chiqib ketdilar. Ya'ni tayyorlangan plastinalari. Dagansa urulmagan hali. Shu yerda shunday plastinalarni urib, qalinligi, shunday qalinlikdagi 1 santimetrdan qalin bo'lgan turbolar, plastinalardan urdiramiz. Bu yanda zagotovka joyimiz. Ko'rib bersak olamizmi belarni? Bo'ladi, ko'rsak bo'ladi. Bu yerda yana plazmalarimiz, polaqtamat оборудованиemiz. Bu yerda zagotovka turib, beshana chiqib hozir Jasurbek aka, bu yerdagilar o'quvchilar, ha? Bu yerdagilar o'quvchilarimiz. Bular tayyor kadrlar emas, bular o'zlarimizning o'quvchilar. Xudo xolasa bularni keyin ekzamen topshirib ketadilar. Turkiyada, boshqa davlatdan xudo xolasa. Rossiya davlatidan ham ketib turganlar bor. Yana bugun Toshkentdan uchib ketadigan 4 ta shogirdimiz bor. Yonlarida 15 ta montajchi bilan birga Vladivostokka uchib ketib qoldilar. Vladivostok, ha? Zo'r, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, pastda telefon nomeri qoldirdik. Shu nomerlar bilan bog'lanib turib, xudo xolasa, agarda shu shonni biladigan bo'lsangiz, kelib ekzamen topshirib, xudo xolasa siz ham ketsangiz bo'ladi. Agarda bilmaydigan bo'lsangiz ham shu pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib, kelib, ag'amma o'xshab o'rganib, xudo xolasa. Assalomu alaykum hammaga. Yana biz Vladivostokka keldik. Xudo xolasa, hamma sharoitlar zo'r, gostinitsada borlar, dokument uzatib turibdilar. Xudo xolasa ishga tushib ketamiz. Hammasi zo'r. Jasur, Sardor, sizga rahmat. Yana Xorazm Argon zo'r.